O'ltirib ketdim-da telefonga qarab. Avatgan videorimga qandaq baholar kelar? Kim hamdardlar? Kim yurak bira? 1 soat o'tibdi. Aran 59 odam ko'ribdi bu videoni. Lekin men har bir videorimga shundoq ajrsin degan tursam, mening tanlagan temam ommabop bo'lmay qolgan o'xshamamdi. Ta'sirliroq narsa o'qisam bek ko'ramdigan deya. Bo'lmasa do'p kiyib chiqaymikilar qatim. Boshlanishi kishilarning diqqatini tatqidek boshlanmagan o'xshamamdi. Mazmuni bek uzun bo'lib ketdimi-ya? Agar kishilar yoqtirmagan bo'lsa-chi. To'xtab tura. Men nimishqa bu videoni singa oldim? Qo'llig'ish to'plash uchunmi? Yurak kerish uchunmi? Media so'zlar uchunmi? Kishilarning o'ylagandek mukammal videoni ishlab chiqarish uchun men menga taalluq bo'lgan fikrlarimni bezab, asli xususiyatini yo'qotishim kerakmi? Men kishilarning nazrini tortish uchun ular yoqtiradigan biriga aylanishim kerakmi? Osh, balkim uxlab qolganda, qo'pqanda ko'ra. Ey Mujohid, maqtashlar xumar bo'lib qolishdan ortiq azob bormi bu dunyoda? Men endi tashvishlanishingning sababini bilgandek bo'ldim. Media so'zlari tuyg'ularingni narkozlabdi. Maslahatlar sana reaksiya qildigan bo'ldi. Qachondan beri bundoq bo'lib qolding? Acaba odam muvaffaqiyatdan keyin mag'lub bo'lmasmi? Mag'lubiyatdan keyin g'alaba qila olmasmi? Kallangni silkivat yigit. Hayot dal sen o'ylab baxmagan qismlar bilan seni o'ziga jalb qildi. Intiltirdi. O'z go'zalligini namoyon qildi. Ham ba'zida tikinni sanjib yuragingni etishtirshi mumkin. Bu vaqtda uningdan ranjima. Aksicha seni sag'itib qo'yg'iniga rahmat deydi. Ana shu chaqda sen bu oqibatning kelib chiqishi ustida o'zingga savol qo'ysan. Savolga javob tepish jarayoni dal sening pishib yetish jarayonidir. Bu kechirmishlaring kelgusidagi nodir asarlaringning yurakni larziga solgan qo'llar bo'lib qolg'isi. Yigit, yelkanlar shamolda siniladi emasmi? O'tmishingga qarg'inchi, tunji she'r deklamatsiya qilgan videoring esingdimi? Buningdan 45 yil burun sen hadanga yozgan she'rlaringni deklamatsiya qilgan eding. Sen videoringni opangga ko'rsatganingda u seni maqtag'inicha peshonangga so'yib ketgan eding. Sen o'zingni men talantli ekanman deb o'ylab shirin xayollarga mubtalo bo'lgan chig'ingda ma'lum birsi ovozingni anglab kuldi. Mazmuningni yaritib ketmadi. U sening kamchiligingni echib tashladi va sening bu jihatda vaqt sarf qilishingning isrofchilik ekanligini, uningdan dars fanlariga jiqroq vaqt sarf qilsang keyin pushaymon qilmaydiganligini aytdi. Qanotlaring texa yetilayotgan sen uchun bu ajoyib zarba bo'ldi. Hatto qanotlaringning mavjudligidan gumon qildim. Biroq opang izchil paylaringni tarab turdi. Sendan madiyalarni ayamadi. Albatta, keyingi 4 yilda bo'lsa, bu odatingni izchil davomlashtirding. Geling og'rib bitib ketguncha yotoq uyingga mo'kinib olib, kitob o'qiding. Uyqung kelib uxlab qolganingda qalbing alqiningda chin siqimda. Bir jihatdan maqtashlarga yuz kelish uchun, yana bir jihatdan seni inkor qilganlarning san qo'l qo'ygan chiroyini ko'rish uchun. Texi boya aşı 5 yil burungi videolarni anglaganingcha kulib tashlading. Va o'zingning jasoratiga qo'l qo'yding. Qaysi bir yurak bilan bu videoni chambarakka yo'llab kishilarning anglashini talab qilgansan. Ayrim yo'llaganlaringmi bor-di. Keyin bo'lsa, shunday vaqtlardami sana madad bergan kishilardan ich-ichingdan so'yildi. Va madadlarni ro'y oziqlik qilib, baholarni to'g'ri qabul qilib, izchil voz kechmagan o'zingga rahmat etdim. Albatta, madad va tanqidlar seni bugunga mujohid qildi. Xuddi sen eng amroq yozuvchining aytganidek, kamchilik, xatoliklarыңdan nomus qilma. Ularni so'y. Xuddi o'tning atrofida tutun bo'lgandek, har qanday harakatda kamchilik va xatolik bo'lishi muqarrar. Bu xatoliklar sana endi qilma, voz kech deyish uchun emas, balki endi mundaq qil deyish uchun keldi. Shunisi esingda bo'lsinki, mayli sen qanchalik yaxshi asar yozib, tanqidiy fikrlardan mustasno bo'la olmaysan. Kishilar qog'i ko'rishni orzu qilsa, tuman ming bulbul ichidanmi qog'ini tepib ola oladi.
Undaqda bulbul görüşünü xalğanlar bulbul görsün. Qağı görüşünü xalğanlar qağı görsün. Buni ularning ixtiyori qo'yib. Mana bugunlikda o'zingdagi nurg'un bo'shliqlarning to'ldirishini saqlab turayotganligini his qilib turibsan. Birga maqtashlarni quloq silib anglashni. Yana birga maqtassizmi bel qo'yib atmaslikni o'rganding. İşlerin kishilarning e'tirof qilishiga erishalmaganda men qamlashtira olmaydi ekanman deb o'ylama. Hozir qamlashtirib qilayotgan ashu kishilarmi xuddi sendek talay qamlashtira olmasliklarini beshidan o'tkazgan emasmi? Là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. On se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. C'est si bon quand on se perd sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est bon quand on se parle d'être si beau ici bas. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas